Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun Farg'ona viloyati Toshloq tumanida yana bitta yangi obyektimiz hozir asfaltni bosib bo'ldik. Marhamat kuzatishlari mumkin aka. Bu aka qana apparat? Bu apparatimiz vibrator bo'ladi. Asfaltni tagida metsuga zaspka qilamiz. Zaspkalarda trambovka qilib qadrigan apparatimiz shu bo'ladi aka. Bu qancha tonna bilan uradi? Bu aka urgan qancha qalinlikda bo'lsa, shuncha ko'p urgan saramiz trambovkasini zo'r oladi. Buni kamida 1 tonna hisoblangan. Marhamat kuzatishlari mumkin.